Assalamualaikum hurmatly Noqat Xabarchi Motor kanal qatnashchilari jana mening podpiskalarim. Bugungi kunga 21-fevral 2013-yil biz Noqat shahridan sizlarga jalbimiz salom aytamiz. Tushlik ro'molda tatib olsin deb aytamiz. Hozir sizlarga valyutalardan kurslarni tanishamiz. Qancha bo'lib qoldi ekan? Shu yerda ma'lumot olib bizdan olsa like bosib komment yozib qo'yinglar hurmatli tuganlar. Ketganlar. Hurmatli tuganlar biz birinchi Finkamakka keldik. Finkamakda 87 so'm 40 tiyin dollar, 94 so'm 40 tiyin euro, 1.16 1 so'm 16 116 so'm 20 tiyin ekan. 1.16 20 ekan arkadaş. Hurmatli tuganlar hozir Ekoslomga keldik. Ekoslomga 87 so'm 20 tiyin dollar, 93 so'm euro, 116 tiyin rubl ekan. Hurmatli tuganlar qarangizlar. Hurmatli tuganlar biz Doskredit banka geldik. 87 so'm 32 tiyin dollar, 93 so'm 40 tiyin euro, 116 tiyin rubl ekan. Hurmatli tuganlar qarangizlar. Hurmatli tuganlar Bakay banka geldik. Bakay bankda 87 so'm 32 tiyin dollar, 95 so'm euro, 1 so'm 16,5 tiyin ekan rubl. Hurmatli tuganlar shu yerda kuchliroq ekan, kelsanglar bo'ladi. Hurmatli tuganlar, shunday Noqat Xabarchi Motor kanali sizlarni qo'shdi. Doimo omon bo'linglar, tinch bo'linglar. Ertangi kurslar ko'rishga Noqat shahridan baringizlarga jalbimiz salom aytaman. Baringizlarni yaxshi ko'ring, janob sizlar do'stlaringiz bilan görüşib qo'ydingizlar. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar.